1-iyun Xalqaro bolalar kuni munosabati bilan Yangi Namangan tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda o'ziga xos katta bayram tadbiri tashkil etildi. Bolalar qalbini quvonchga to'ldirgan ushbu tadbirda nafaqat yuzlab bolajonlar, balki viloyat va tuman darajasidagi mas'ullar, pedagoglar va ota-onalar ham faol ishtirok etishdi. Tadbirda Namangan viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i A'zamjon Isaqov, Yangi Namangan tumani hokimligi mutasaddilari ishtirok etib, bolajonlarga bayram tilaklarini izhor etishdi. Tadbir doirasida tumandagi 21 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bolajonlari va ularning pedagogik jamoalari tomonidan rang-barang chiqishlar, sahna ko'rinishlari, milliy va zamonaviy raqslar, she'rlar va qo'shiqlar namoyish etildi. Shuningdek, bolalar ijodiga bag'ishlangan ko'rgazmalar, hunarmandchilik namunalari, rasmlar va qo'l mehnati bo'yicha tayyorlangan ishlanmalar namoyish etildi. Tadbir yakunida bolajonlar tuman kasaba uyushmasi tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Yildan yilga mamlakatimizda bolalarga bo'lgan e'tibor va g'amxo'rlik kengayib borayotgani, ta'lim-tarbiya sifatini oshirish borasida amaliy ishlar olib borilayotgani bu kabi bayram tadbirlarida o'z ifodasini topmoqda. Bu esa ertangi kun egalari bo'lgan bolalar uchun buyuk kelajakka ishonch umidini yanada mustahkamlaydi.